Menga farqi yo'q, men oldindan ham to'lov qilaverardim. Chunki biz Surxondaryoni bunaqa qishloq joyda yashaymiz-da. O'shani sababiga bizga bunaqa nima deydi, kartaga pul tashlashga shaharga chiqib kelish kerak. O'zimda karta yo'q. O'shanga men tushuntirardim, keyin menga BTS Imodan chiqarib yuborishardi. Borib, o'sha yerda o'shani o'ziga to'lovni qilardim. Chunki har doim shunaqa bo'lganman-da, chunki men shaharga chiqishim uchun 1,5 soatlik yo'l bizaga. Teng bo'lib hozir to'lov qila olmayman ham. Agar menga ham chiqazib yuborsangiz, xohlasangiz Imodan, xohlasangiz BTSdan borib birdan shaharga olib to'lov qilaverardim. BTSdan to'layveraman deyman. Ular ham boshida yo'q bunaqa deyishgandan keyin 1-2 marta chiqazib yuborib, pulini berganimdan keyin ishonib menga har doim chiqazib beradi-da. Shular menga. Bilmadim endi o'shanga hozir mana o'liktalaringizni ko'rib, yuzimda ozroq muammolarim bor edi. O'shanga zakaz qilamanmi deyotgandim. Lekin hozir meni vaziyatim shaharga chiqmayman. Chunki shaharga 1,5 soatlik yo'lda, u yo'l kirasi ham o'zi 30 ming, 20 mingga olib boradi. Bizda zarur ishimiz bo'lsa, chiqamiz. O'zi bilasiz, Surxondaryoni, qishloq joy. Bizda do'konlarda faqat oziq-ovqat, naqa paynet, u bu narsa yo'q. Telefonimizga ham даже pul tashlashga naqa ilojimiz bo'lmaydi-da. O'zim ham hozir Wi-Fi dan kirib o'tiribman. Ha, qumidan 2 kilo anaqa qiling, chiqazib yuboring. Keyin kalsiysidan ham o'sha 1 oy 2 oyga yetadigan qilib anaqa qilib yuboring. Keyin yana sizdan zakaz qilaman-da, kalsiysi tugasa. Qumini ham sizdan zakaz qilsam bo'ladimi keyin? Qarang, asl ismim Muslima, lekin hamma meni Munisa deb chaqirishlarni qisqartirib, Munisaga o'rganib qo'yganman. Unda shunaqa qarang, Surxondaryo viloyati Angor, keyin 15 ta o'sha o'yinda, keyin 2 gramm kalsiy, bitta tof.